Aziz yurtdoshlar, Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz va bundan xursandsiz deb o'ylaymiz. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Albatta, bizda yana mehmon bor. Mehmonimiz energiya samaradorligini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasini boshqarish bo'limi boshlig'i Obtaka Ahmedov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Xursand bo'ldik. Sizga ham ilinamiz. Erta tongdan bizda limon choy bor. Toza tog'ni asali qo'shilgan. Hammasini maqtayapman. Qoyil siz reklama bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz ham bo'laveradi. Yaxshi marketolog chiqadi menda. Yaxshi. Marhamat. Qalay limon choy? Yoqdimi? Juda shirin, juda foydali. Shakarli ekan, hobida ekan. Sizni kasbingiz bo'yicha suhbatga o'tishdan avval tongni qalay qarshi oldingiz? Kayfiyat yaxshi bo'ldimi? Biz ko'rsatuvimizning ilk lahzalaridan har doim insonlarimizni tongi badan tarbiyani amalga oshirishga chorlaymiz. Sizda bu imkon bo'ldimi? Rahmat. Haqiqatan men o'zi oilamga ham namuna bo'lishga harakat qilaman. Shu ertalab turgandan keyin jismoniy tarbiya, shu o'g'illarim bor, o'g'illarimni turg'izib olib, maktabga borishdan oldin ularga o'zim namuna bo'lib, shu jismoniy tarbiya, ajrimaniya, har xil bir mashqlarni qilishga harakat qilaman. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, shu bilaman, tirbandliklar Toshkentda ko'proq, shuning uchun ertaroq harakat qilaman ishga borishga. Ishga borgandan keyin shu ishxonamiz yonida bog' bor. Shunda kamida yarim soat yurishga harakat qilaman. Bu endi foydali deb bilaman. Endi bilasizlar, hozir hamma gadjetlarda ko'rsatib turadi, kamida 6000 qadam yurishingiz kerak deb. O'shanga qarab turib, obed vaqtlari ham yoki tushlik paytida vaqt bo'lgan sari shunga yurishga harakat qilaman ko'proq. Va bu bilinib turibdi. Qoyil. Tana holatingizdan, umuman kayfiyatingizdan, yuzingizdagi bir uyg'oqlikdan hammasi namoyon. Ko'z tegmasin. Ana endi bevosita sizni kasbiy yo'nalishingizga o'tsak, mana shunday savollarga o'tsak. O'zi energiya tejamkorligi nima? Ba'zida shu uyda oyijonim ko'p o'chirib qo'yaveradilar-da, men keyin nimaga oyijon o'chirib qo'y desam, tejamkorlik deydilar-da yoki buvijonim aytardilar, hamma narsani tejash kerak. Tejog'likning ishi bejog'lik. Ana. Spektaklda ishlataman mana shu joylarda. Bu gapga to'liq qo'shilgan holda o'zi bugun Yevropa Ittifoqi tomonidan energiyani tejash kuni deb e'lon qilingan va O'zbekiston buni qo'llab-quvvatlaydi. Energiyani tejash bu oddiygina shu energiyani samarali foydalanib, uni tejash orqali, ya'ni shunaqa hozir moslamalar chiqib ketgan, kam energiya sarflab ko'p joyda qizdirish yoki ko'p joyda sovutish mumkin. O'shalardan foydalanish. Va o'sha ota-bobolarimiz ham to'g'ri aytishgan, ular hammasini qadrini bilishadi. Bu isrofgarchilikdan oldish. Misol uchun hozir shunaqa datchiklar chiqib ketgan, misol ishxonalarda ko'p foydalanyapti. Xonadonda agar shu bino ichida bo'lsangiz, nima foydalanasiz. Agar chiqib ketgandan keyin o'zini birdan avtomat o'zini o'chiradi. Buni hisobiga bu ancha energiyani saqlab qolish mumkin, tejash mumkin. Shuningdek, mana bu hozir nafaqat bu binolarda, hozir zamonaviy texnologiyalar chiqib, oddiy binoni qizdirishda zamonaviy kotellardan foydalanyapti. Ular nimaga? Ularda o'zini hisoblagichlari bor. Ma'lum bir darajani berib qo'ysangiz, ular shu darajaga yetgandan keyin o'zini o'chiradi. Bilamizki, biz yoshligimizda eski sifatlarda gazni yoqib qo'yaverardi, u umuman o'chmas, faqat yonib yotaverardi. Hozir shunaqa yangi qurilmalar chiqqan, LED lampochkalar chiqqan, binolarda asosan qaraydigan bo'lsak, uni asos quyosh panellari qo'yilyapti hozir. Bu degani qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali energiya olish, ya'ni elektr energiyani quyosh panellaridan orqali olish mumkin. Bu mana shu panellar haqida ko'p gapiriladi ancha yillardan beri. Endi bu bizga unchalik ham yangilik emas, lekin bitta narsa har doim muhim ma'lumot hisoblanadi deb o'ylayman. Qanchalik bu samarali quyosh energiyasidan foydalanish. Ba'zilar aytadiki, yo'q, biz an'anaviy yo'llarimiz yaxshiroq edi, shekilli degan fikrlarda bo'ladi. Kimdir esa mana shu panellarni o'rnatish orqali qanaqadir pul ishlash imkoniyati ham bor deyishadi. Siz sotishingiz ham mumkin. To'g'ri, bu hukumatimiz tomonidan bu narsaga katta e'tibor berilyapti. Quyoshli xonadon degan 57-sonli hurmatli prezident qarorlari asosida Quyoshli xonadon dasturi tashkil etilgan. Bu hamma narsa shunchalik raqamlashganki, oson. Siz xonadoningizda quyosh paneli o'rnatganingizdan keyin sizga hududiy elektr tarmoqlari bilan shartnoma imzolanadi. Bu hammasi elektronli. Sog'liq o'z mobil ilovasi orqali ariza yuborasiz, shartnoma imzolanadi. Hisoblagichlar sizni kun davomida quyosh panelidan kelgan tokni birinchi o'rinda xonadoningizga beradi. Elektr energiyani ortgan qismini esa shu sho'chlar orqali davlatga sotiladi tizimga. Buni har oyda 25-sanasida sizga hisob raqam ko'rinib turadi, telefoningiz orqali ko'rasiz, ya'ni qancha davlatga sotdingiz va qancha o'zingiz iste'mol qildingiz. Shu ijobiy tafovutdan sizga har bir kilovat uchun 1000 so'mdan davlat plastik kartochkangizga tashlab beradi. Uni siz bemalol foydalanishingiz mumkin. Ajoyib. Bu ham yana to'laysiz, yana evaziga sizga
qo'shimcha o'sha daromad. toma ko'l bo'lar deydi-ku, yig'ilib qoladi. Chexonaxon bizni madhiyamiz so'zlari ham ser quyosh degan so'z bilan boshlanadi. Shunday ekan bizni diyorimizda quyosh panellaridan foydalanish manfaatli bo'lsa kerak. Quyoshli xonadonlar, samarali bo'lsa kerak. Quyoshli xonadonlar ko'p bo'lsin deb Ko'p bo'lsin, albatta. Va yana bir savol, energiya tejamkorligi va qayta tiklanuvchi energiyani rivojlantirish haqida gapirsangiz, bu atrof muhitga qanaqadir o'zini ta'sirini ko'rsatadimi? Albatta. Keling, birinchi hurmatli prezidentimizning 63-sonli farmoni chiqqan, bu yilning boshida chiqqan va uning natijasida energiya samaradorlik milliy agentligi tashkil etildik. Bizga hukumatimiz tomonidan topshiriqlar berilgan, vazifalarimiz bor. Bu asosiy energiya samaradorligi bo'yicha davlat siyosatini yuritish va rag'batlantirish bizning tomonimizdan funksiyalarimizga kiritilgan. Bu degan keyin biz bu aholi tomosha qilib turibdi, aholiga qanaqa imtiyozlar bor, shu haqida gaplashamiz. Subsidiyalar haqida. Kompensatsiyalar. Bilasizmi, men misol uchun qishloq joylarda quyosh paneli quydirmoqchi bo'lgan odam nima qilaman degan savol borda. Alohida bir bozori yo'q, yo bir bilmaydi qayerdan olishni. O'shaning uchun biz hammaga oson bo'lish uchun energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasini yaratganmiz. Bu platforma orqali xonadon egasi uyidan turib ariza kiradi va ariza qoldiradi. Men xonadonimni energiya samarador qilmoqchiman deb. Bunda biz 4 ta yo'nalish bo'yicha subsidiya beramiz. Ariza qoldirgandan keyin u yerga energiya auditorlar keladi xonadonga. Energiya auditorlarning asosiy vazifasi bu xonadonda qayerda qanaqa energiya tejamkor qilish mumkin, energiya sarfini qanday kamaytirish mumkin. Bu o'zining maxsus uskunalari bor, xonadonni tekshirib ko'rib, teplovizor deydi. Qayerda chiqishlari bor, masalan, issiq chiqib ketayotgan joylarni aniqlab va bu ushbu xonadonga qancha quyosh paneli qo'yish kerakligi yoki quyosh suv isitishlari bor, giga kollektor deydi. O'shani o'rnatish kerakligini yoki kotelda qanaqa zamonaviylarni qo'yish kerakligini xulosa beradi. Bu 100% bu ushbu xarajatlar to'liq bizning agentlik tomonidan qoplab beriladi. Bu subsidiyaning birinchi turi. Ikkinchi turi, demak, qo'lingizda sizda shpargalka bor, necha kilovatli quyosh paneli qo'ydirish kerak va amallar bor. O'shaning asosida siz ikkinchi quyosh paneliga ariza qoldirasiz. Bizning platformamizda quyosh paneli o'rnatib beruvchi tashkilotlarning hammasining ro'yxati bor. Siz ariza qoldirganingizdan keyin sizni uyingizga quyosh paneli o'rnatish bo'yicha birja o'yinlari asosida sizga men misol uchun shuncha narxga qo'yib beraman, eng arzon narxda deb ular o'rtasida raqobat bo'ladi. Auksion bo'ladi. Eng maqbuli sizga shakllanadi, shartnoma imzolanadi, hammasi raqamli bo'ladi, qog'ozda QR-kod bilan tasdiqlanib, PDF ko'rinishda chiqadi va u orqali sizga xonadoningizga quyosh paneli kelib 10 kun ichida kelib o'rnatib berib ketishadi. Muammo yo'q bizda hozir panellar yetishtirish bo'yicha, umuman yetkazib berish bo'yicha. Yetkazib berish bo'yicha muammo yo'q. Bu yerda asosan bizda endi quyosh panellari O'zbekistonda ham zavodlar ochilgan har bir hududlarda. Undan tashqari chet eldan ham olib kelinyapti. Raqobat ancha kuchaygan bu natijasida oxirgi 1,5 yil ichida narxlar 3 barobargacha tushib ketdi quyosh panellarining narxi. Chunki raqobat hamma olib kelishni boshladi. Shu quyosh panellari o'rnatgandan keyin 20% gacha davlatimiz tomonidan subsidiya, biz agentlik tomonidan subsidiya ajratiladi, xarajatlarning 20% da. Giga kollektorlar bor, bu quyosh suv isitkichi, ya'ni quyoshning nuriga xonadoningizga issiq suv qilib beradi. Bu gazdan yoki bo'lmasa elektr energiyani sarflamasdan xonadoningizga issiq suv qilib beradi. Qishda qanaqa bo'ladi? Quyosh nuri biroz susaygan paytda bu quyosh to'plab olib jamg'arib qo'yish mumkin. Yo'q, unda shunaqa moslamaga, unda ichida tenna ham bor. Agar birdan bir hafta tinmasdan qor yo yomg'ir, quyosh bo'lmay qolgan vaqtda o'sha tennadan foydalangan holda issiq suv qilib beradi. Lekin bizlar hozir tahlillar qilib ko'rdikki, O'zbekiston quyoshli yurtga 300 kundan ko'p kun quyoshimiz bor. Shuning uchun yil davomida yetadi va o'sha bizga haroratimizga eng kerakli yoqimli temperatura 40 gradus atrofida issiq suv yuvinishga o'shani qilib berib turadi bemalol. Zo'r ekan. Abdaka, to'g'risi qiziqib qoldim. Endi bu albatta hovlili, katta xonadonlar uchun bu quyoshli xonadon juda ham yaxshi bo'ladi. Yo'q, nimaga ko'p qavatli uylarda ham? Ko'p qavatli uylarga ham qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi. Hozir qarorlar chiqqan. Endi agar yangi qurilayotgan uylar bo'lsa, ular birinchi o'rinda izolyatsiya qilinishi kerak. Ya'ni bazalt va mineral qoplamalar, ko'chada yurgan bo'lsangiz Toshkentda shunaqa uylarning ustiga maxsus rangli qoplamalar o'rnatilayotganini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu haqiqatan binoga aytishadi, ota-bobolarimiz sham yoqib uyda qizdirsa bo'ladi deyshadi. Bu xuddi shu narsa, ya'ni uy qanchalik yaxshi nima deydi, izolyatsiya qilingan bo'lsa, tirqishlardan kamroq ignaga chiqib ketsa, o'sha kamgina energiya bilan binoni bemalol qizdirish mumkin bo'ladi. Qoyil, Obidaka, rahmat. Tashrifingizdan mamnunmiz. Juda ham yaxshi suhbat bo'ldi. Yaxshi suhbat va qiziqarli suhbat. Qiziqarli, manfaatli suhbat bo'ldi.
Buning uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Hali keyingi ko'rsatuvlarimizda yana siz chaqirish bizda fikri uyg'onyapti, Albatta, chunki yana ijodiy siz beradigan hamkorlikni yo'lga ma'lumotlar ko'p. qo'yamiz. Rahmat. Chunki yurtdoshlarimizga aynan sizning tavsiyalaringiz juda ham muhim va kerakli bo'ldi deb o'ylaymiz. Rahmat, shu aholiga haqiqatan shu energiya tejamkorlikda hammasini safarbar qilib qolardim va bizni saytlardan foydalanib, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, shundan imtiyozlardan foydalanishlaringiz mumkin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.